Hucurat suresi Medinede nazil bo'lgan. Jami 18 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey mo'minlar, sizlar Allohning va Allohning payg'ambarining oldida hech qanday bir ishni va so'zni oldi bilan qilmanglar. Allah'tan qorqinglar. Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, niyatinglarni va ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ey mo'minlar, Rasulullohga so'z qilgan cheg'inglarda ovozinglarni payg'ambarning ovozidan yuqori qilmanglar. Sizlar bir-biringlar bilan tovlab yuqori ovozda so'zlashganda payg'ambarga tovlab yuqori ovozda so'z qilmanglar. Unda qilsanglar o'zlaringlar tuymasdan qilgan yaxshi amallaringlar bekor bo'lib ketadi. Shubhisizki Rasulullohning yanida past ovozda gap qilganlarning dillarini Allah taqvo uchun sinagan. Ular mag'firatga va katta savobga, ya'ni jannatga erishadi. Shubhisizki seni hujralar, ya'ni pak ayollaringning turalg'u joylari orqasidan tovlaydiganlarning to'lisi aqlsiz kishilardir. Sen ularning oldiga chiqqaniga qadar ular sabr qilib turishsa, ular uchun albatta yaxshi bo'ladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Ey mo'minlar, agar sizlarga bir pasiq odam biror xabar ilib kelsa, ishning haqiqatini bilmasdan biror qavmni ranjitib qo'yib, qilmishinglarga pushaymon qilib qolmasliklaringiz uchun u xabarni aniqlab ko'ringlar. Bilinglarki, ichinglarda Rasululloh, ya'ni Allohning payg'ambari bor. Agar u nurg'un ishlarda sizlarga itoat qiladigan bo'lsa, cho'qim qiyin ahvolda qoladinglar. Lekin Allah sizlarga iymonni qizg'in so'ygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Sizlarga fisqini, kufrini va gunohni yomon ko'rsatdi. Ana shular Allohning fazli va ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'lg'uchilardir. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar mo'minlardan ikki guruh urushib qolsa, ularning orasini tuzab qo'yinglar. Agar ularning biri ikkinchisiga tajovuz qilsa, tajovuz qilg'uchi toki Allohning hukmiga qaytganga qadar, ya'ni tajovuzni to'xtatganga qadar uning bilan urushinglar. Agar ular Allohning amriga qaytsa, ularning orasini hech bir tarafga yon bosmasdan odillik bilan tuzab qo'yinglar. Hamma ishda adil bo'linglar. Allah haqiqatan adillarni do'st tutadi. Mo'minlar haqiqatan dinda qarindoshlardir. Urushib qolsa, qarindoshlaringlarning orasini tuzanglar. Rahmatga erishishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Ey mo'minlar, bir qavm yana bir qavmni, ya'ni bir jamoa yana bir jamoani, bir odam yana bir odamni masxara qilmasin. Masxara qilingan qavm Allohning nazarida masxara qilg'uvchi qavmdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Sizlarning oranglardagi ayollarmi o'zaro masxara qilishmasin. Masxara qiling'uvchi ayollar Allohning dargohida masxara qilg'uvchi ayollardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni ayblamanglar. Bir-biringlarni yomon laqab bilan chaqirmanglar. Iymondan keyin fisqi bilan atash, ya'ni mo'minni pasiq deb atash nima degan yomon. Mundaq nahiy qilingan ishlardan tavba qilmaganlar zolimlardir. Ey mo'minlar, nurg'un gumonlardan saqlaninglar. Ya'ni oiladagilaringlarga va kishilarga gumonxo'rlik qilmanglar. Ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir. Mo'minlarning aybini izlamanglar. Bir-biringlarning g'ayvatini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan qarindishinglarning go'shini yeyishni yoqtiramsizlar. Uni yoqtirmaysizlar. Allohdan qo'rqinglar. Allah tövbe qilg'uvchilarning qilgan tövbesini bakmi qabul qilg'uchidir. Ularga nihoyatda mehribondir. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, odam bilan havodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tunishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik.
Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Akrabiylar iymon aytdiq deydi. Ularga aytqinki, texi iymon aytmadinglar. Va lekin sizlar bo'ysundiq danglar. Iymon texi dilinglarga kirmadi. Agar sizlar Allohga va uning payg'ambariga itoat qilsanglar, Allah sizlarning amalinglardan hech narsani kamaytib etmaydi. Allah haqiqatan mo'minlarga nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyatda mehribondir. Şübhəsizki, haqiqiy mo'minlar Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan, ondan iymonda shak keltirmagan, mollari bilan, jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlardir. Ana shular iymon davosida rostchillardir. Ey Muhammad, aytqinki, Allohga dininglarni, ya'ni dininglarni dilinglarning tasdiq qilganligini xabar qilamsizlar. Halbuki Allah osmonlardikini va zimindikini bilib turdi. Allah hamma narsani bilguchidir. Ular sana musulmon bo'lganligini minnat qiladi. Ularga sizlar menga musulmon bo'lganliginglarni minnat qilmanglar. Balki Allah sizlarni iymonga hidoyat qilganligini minnat qiladi. Agar sizlar rost mo'min bo'lsanglar degan. Allah haqiqatan osmonlardagi va zimindagi g'ayibni bilib turadi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir.